Britaniyalik tarixchi va yozuvchi Hilda Hukm 1962-yilda nashrdan chiqqan Jahongir Temurlan kitobida asosan Sohibqironning harbiy yurishlarini tasvirlaydi. Ulardan biri 1363-yilda Sohibqiron hali butun dunyoga mashhur bo'lmagan paytda sodir bo'lgan. Mo'g'ulistonda hokimiyatga kelish arafasida bo'lgan Ilyos Xo'ja Shahrisabz yaqinida Amir Temur va uning ittifoqchisi Amir Husayn lashkarlari bilan yuzlashadi. Ularni keng daryo va strategik ahamiyatga ega tosh ko'prik ajratib turardi. Ilyos Xo'ja qo'shini ko'prikni nazoratga olib, Temurga jiddiy zarba berishga tayyor edi. Yuzma-yuz jangda g'alaba qilishga ko'zi yetmagan Sohibqiron hiyla yo'lini tanlaydi. Aql zakovat bilan ish tutsak, ularni sarosimaga solsak bo'ladi. Bugun kuch bilan emas, aql bilan yutamiz. U qo'shinining bir qismini ko'prik qarshisida qoldiradi. Go'yoki u yerdan o'tishga tayyorgarlik ko'rayotgandek. Ko'proq chodirlar tiking. Olovlarni ko'paytiring. Dushman butun e'tiborini shu yerga qaratadi. Bu tarafga o'tish uchun ko'prikdan jang bilan yoxud daryodan suzib o'tishlari kerak bo'ladi. Agar suzishni bilishsa albatta. Temur asosiy kuch bilan daryo bo'ylab yuqoriga harakatlanib, dushman kutmagan joydan o'tish imkonini topadi. Ayg'oqchilarimiz mana shu ko'prikni topishga muvaffaq bo'lishdi. Ittifoqchi qo'shinlar daryodan o'tgach, ular endi dushmanning qarshisida emas, ortida turar edi. Ilyos Xo'ja askarlari himoya qilgan ko'prik endi ahamiyatini yo'qotdi. Vaziyat bir lahzada o'zgardi. Orqadan berilgan zarba dushmanni sarosimaga soladi. Ular na saf tuzishga, na vaziyatni tushunishga ulgurishadi. Sohibqironning aql zakovati va sarkardalik mahorati sabab jang kichik talofot va katta g'alaba bilan yakunlanadi. Urush kuch emas, aql bilan yutiladi.